Taajjub. Esingizda bormi yo'qmi bilmadim. Mana shu siz ko'rib turgan joylar egri-bugri tor ko'chalar, qaldirg'och uya singari devorlar, past baland katalak uylardan iborat edi. Qorong'u ko'chalar nurga to'lib, jin ko'chalar yo'qolib, sayrgohlar, kishini o'ziga tortadigan xiyobonlar, gulzorlar, hashamatli, ko'p qavatli so'lim binolar qad ko'tarmoqda. Xullas, bu ko'rib turgan joylaringiz mening shahrim Xo'qand Latifdir. Men esa shu yurtning erka qizi Muqaddasxon bo'laman. Mening orzuyim kelajakda tibbiyot bilim yurtida tahsil olib, oq xalat kiygan laborant bo'lishdir. Sizlar bilan esa katta bo'lganimda laborantlar ko'rik-tanlovida uchrashamiz. So'zim boshi ehtirom, dildan assalom. Yuzda kulgu, dilda quvonch, tildan tushmas shirin kalom. Go'zal yurtim Xo'qand Latifdan tibbiyot ahliga assalom. Bugun bizlar jam bo'ldik xayrli bir maqsadda, laborantlik sharafin oqlashdik mas'uliyatda. Keling do'stlar, bellashuvning shartini bajo aylaylik. Ruxsat bering, o'zimizni tanishtirib o'taylik. Tanishtirsam o'zimni Muqaddasxon bo'laman. Laborantlik sharafin men himoya qilaman. Nihol unib o'sganday so'lim bahorda, tug'ilishim o'zi bir baxt ushbu makonda. Inson qadri ulug'langan shunday zamonning o'ziga bek qizidurman. O'zbekistonning, vatanimning bag'rida o'rni bo'lak yagona, sodiq o'g'londek bunda so'lim go'sha Farg'ona. Shu go'zal Farg'onada shahar bor, bitta tanho, unda quvnoq qo'shiq aytib oqar ikki soy. Ulug'lar, azizlar qadami tekkan Xo'qand Latif deb atalur bu joy. Shahrimiz markazida bizning bo'linmamiz bor. Ibn Sinoning ruhi doim unga madadkor. Men ham shu bo'linma laborantiman. Shu bois qalbimda g'urur iftixor. Bu yil dono yurtboshim yilga berib go'zal nom. Mahallam rivojlansa, jamiyatga ehtirom. Mahalla yettiligi birlashtirib qo'llarin tinglab xalqning dardini yechar muammolarin. Tangriga shukrki har kun har tongda tinchlik va ozodlik, hayot bebaho. Yurtboshim ko'rsatgan go'zal manzilda taraqqiyot strategiyasi bu yangi imkon. Bitta qizni o'qitsak, butun oilaga ta'lim bergan bo'lamiz. Agar oila bilimli, ma'rifatli bo'lsa, jamiyatning ongi, madaniy darajasi ham yuksaladi. Men 2025-yilda Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazida o'tkazilgan yilning eng yaxshi o'rta tibbiy xodimi ko'rik tanlovi respublika bosqichi 1-o'rin g'olibasi bo'ldim. Я обещаю быть достойным лаборантом, оправдать доверие нашего президента, работать на благо народа и не запятнать свой белый халат. I promise to become a professional laboratory technician who lives up to the trust of our president. Men nafaqat tibbiyot xodimi, balki vatanining kelajagi uchun yetuk va komil inson tarbiya qilishni niyat qilgan yangi O'zbekistonning mehribon onasiman. Millating nima? O'zbek. Vataning qayer? O'zbekiston. U qayerda? Yuragimizda. Yagona xalq, yagona millat bo'lib, ko'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari dadil bormoqda biz. Vujudimizda, qonimizda ajdodlarimizdan meros buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan. Biz yangi O'zbekistonni albatta bunyod etamiz. Biz bir bo'lsak, yagona xalq biz. Birlashsak, vatanimiz. Biz birlashdik, endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Biz birlashdik, endi yursak bo'ladi.
Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishni bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi.